maktabda har qaysi guanjigonlarda ishlaydigan Balinxo, Chilinxo, Akashlar, men o'zim Jolinxo hamdi. Sizlarga alohida tavsiyalik grammatika darsimiz. Chunki bizning grammatika darsxonamizga izchil qatnashib kelayotgan o'qituvchilar bek ko'p. Bu Akashlar qanday deganda Chilinxo, Balinxo ayni vaqtdagi saviya hozirgi nimaga tushmayotgan, emniyet o'zining kasbiy bilimlari shunchalik cho'nqur, davlat tilini izchil o'rganib kelayotgan, faqat qiynaladigan yeri kichik bog'lovchi so'z, yordamchi so'z, davlat til grammatikasi bilimlarda qiynalib qolayotgan. Chunki burunqi davlat til o'rgatishda deydi ma'lumlarning talaffuzini to'g'ri emas deb. Amal yo'q burunqi vaqtlar. Yana birsiga hech qaysi bir darsxonada grammatika darsini ayrim qilib, xanuz tilining grammatika darsini ayrim qilib o'tmasdan kitobga hammani kirgizib o'taylik. So'zlik, tekis, ondan tekisni so'zlaganda agar shu o'qituvchining grammatika qarta bir tushunchasi yaxshi bo'lib qolsa, yeshib ma'ning bundan roli bor deb tushuntirib qo'yish mumkin. Agar unda bo'lmasa, mana degan gap deb tok akiblamkin uyg'urcha emas deb birplam o'tib qo'ydi, uni siz yodlaysiz va ko'chirsiz. Bu yerda nima uchun u so'zlar mana aldığı maktabda nima uchun kayni kelmaydi degani tushuntirib qo'ymaydi. Mavud dal grammatikadagi bilmaslikda bu. Bilmagandan keyin sizlarga shunday yetkazadigan gap, sizlar ham bilmaydigan gap. Shuning uchun sizlar bildigan so'z bek ko'p. Sizlar bir maqolni qo'lingizga olsangiz, hammani o'qib, hammani tarjima qila olasiz. Ammo o'zingizlarni digilsasa va yoki o'zingizlarni yozg'ilsasa, shu bog'lovchi so'zni oldi-keyni to'g'ri qo'ya olmaysizlar. Dal shu yufadagi masala bu. Nurg'un o'qituvchi achashlar angladi grammatik darsimizni. Men maktab hayotida qaytib qolgandek bo'lib qoldim deb inkoslarni bergan bo'ldim. Shu oyda boshlagan grammatika darsimizga cho'qimki kuniga 1 soat vaqtni o'rganishga chiqara oladigan sharoitingiz bo'lsa, cho'qimki qatnashing. Endi bu davlat tili darsi nima uchun shunday o'tmaydigan bo'ldi deb men o'zimmi o'ylab baxtim. Masalan, boshqa chet til deymiz, ingliz til deymiz va yoki boshqa rus til deymiz, u bu tillarda o'qib baqqan do'stlar bo'lsanglar, mesela müştaşöylerde çetel til kesip okup baqqalar bolsanglar, çoqumki YUFAK deb bir ayrim derslik buldu. Andan keyin KOYUK deb ayrim, Veyjao'nun bir dersleri buldu. Bu bir kitapni elib elib, aşının o'qilishi, tarjimasini biraqlam tushuntirib ketmaydi. Aşındaq haftada 2 soatdan qistirib yetadigan ayrim YUFA, ayrim KOYUK aşda dersler buldu. Bu nima uchun davlat tilini shunday o'tmagan bo'lg'aydi deb menmu hayron hamda bizning shu ma'rifdagi bir kamchilik deb tushunsak bo'ldi buni. Hozirgacha mana ayrim uyg'urcha, xanzucha bir yufa kitob yo'q. Shu biz shu mavzularga tushadigan ayrim yufa bir kitob darsi yo'q bizda. Men shu mazmunlarning birisini ayadan terib, birisini miyadan to'shab, uning o'zimning bildig'ini qo'shib degandek tayyorlayman. Har biringiz bir kitobning 5dan oxirigacha ko'rib, akin tuzib chiqqanlar emas. Sizlarning ehtiyojinglarni asos qilib turib, shu to'g'risida bu materiallarni ko'rib, izlanib, akin tayyorlayman. Bizda ashunaq bir kamchilik bor-da. Mana mening Shopenhauerimda nech yozuvchi, cho'ng akashlar, anandan keyin yana birisiga tarjimonlik kasbida shug'ullangan ashunaq achashlar baykaman mana ko'rib qoldim. Agar menda o seviye yo'q, aniqlam sizlarda sharoit bo'lib qolsa, shu mavzularga nisbatan o'rganishga tegishli bo'lgan xanuz tilining grammatikasiga doir bir kitobni tuzib chiqishinglarni men bek umid qilaman. Bizda kamchilik bor. Shuning uchun hozir Xinjiangda %80% o'rganuvchilarimiz Linlinxo, Jolinxoni chiqarib o'tganda, ya'ni Jouvunyanning 5, Jouvunyan, Balinxo, Chilinxolarda davlat tiliga nisbatan ko'rilayotgan masala shu bayaman degandek. O'qingiz bek bilan o'qiydi, tarjim qilingiz bek bilan qildi, lekin o'zini ifodalang desa, ya grammatikadan ketkizib qo'ydi, ya talaffuzdan ketkizib qo'ydi. Ham talaffuzga gapning chiqmaganda amal yo'q do'stlar. Chunki o'zimizning tili emas, shu talaffuzga nisbatan siz qancha ko'p shu tilda so'zlayotgan kishi bilan uchrashdingiz, qancha ko'p angladingiz, qancha ko'p gap qildingiz, shuning qarta talaffuzingizda yaxshilanish paydo bo'ladi. Bo'lmasa, jiq qilmaydiganlar uchun yoki jiq anglamaydiganlar uchun va yoki shu tilda so'zlayotganlar bilan jiq aloqa qilmaydiganlar uchun darvaqa talaffuzni to'g'rilash bir qadar tez. Lekin men grammatikaga kelganda
bu bir nazariya bilim do'stlar. Shu qurilma nerdan nergacha bo'ladi, nima uchun bunday qildi deganning hammaning nazariga tushuntirishi bor. Shuni siz bir qatim egallab oldingiz hamda shu tushuntirishni o'zingizga singdirib turib, shuningga bir tushirib jumlalarni tuzab ifodalashni qilib baqdingiz. Bir ko'rib elib, ana shuni do'rab qilib baqqanga o'xshashlar qilib baqdingiz, u o'zingizniki bo'lib ketadi. Buningga nisbatan mayli til qattiq kishi bo'lsin, va ya ko'p paran qilgan kishi bo'lsin, va yoki atrofida til muhiti bor kishi bo'lsin, yo'q kishi bo'lsin, hammalar bu yufa grammatikani cho'qim o'rganib ketalaydi degan gap. Shunga işte nazariya bilimimni kuchaytay, davlat til grammatikasi nerdan boshlanib, qanday shaqchilarga bo'lindi, shuni bir bilay. Shuni bilan qo'shib bir bildigan so'zligimni bir matn maydonasida deb men bir maqolani yozib boqay, to'g'ri yoza olamdim, yozolmadim, yozamag'nimni ash o'qituvchi tuzitib berdi ekan. Shu bo'yicha men bir o'zimdagi masalalarni bayqab olay deydigan bunday o'rganishlar bo'lsa, yana birsiga ma topshiriqlarga sal qaramaydigan, chunki men darsxonamdagi har bilaylarni cho'qim unum ko'zga deyman. Shunga hozirgacha men shu kunda nima ish qildim, topshiriq tekshiruv bilan bo'lyaptimi? Hech qanday yordamchim yo'q, o'zim bir qo'l bilan qilyapman do'stlar. Ma topshiriq tekshirmaydigan, darsxonaning kayfiyatiga topshiriq tekshirmaydigan odamlar pek ta'sir ko'rsatadi. Ta'sir ko'rsatadigan menga o'rganganga tushdik, yaxshi bir unumni ko'rsatmaydigan mandaq odamlar menga gapirmanglar. Passiv bo'lishni xohlamayman. Cho'qim har vaqt men bir kuch kerak menga-chu, rag'bat kerak. Shu sizlarning ilgirligininglarni ko'rsam, men bir narsa o'rganganinglarni ko'rsam, men birga birini qo'shsa ish ketgan degandek menda ma'lumsanglar, anonkin men hadiq chiqdi bu yerda. Amsi bugungi naq maydon kelsak, men izlab qolsanglar boshpatda undar nomer bor. Ashuni undar qatsanglar bo'ldi. Ondan bugun biz Jiaofei bilan Jiaofei degan so'zni do'yinda bir do'stim so'rabdi ekan, shuni so'zlab beray. Bek yaxshi savol bo'pti. Mushundoq baland savollaringlar bo'lsa qoldirsanglar bo'ldi. Ya'ni Jiaofei deganimiz 3-tonda o'qiladigan bo'lib, cho'qim to'limiz bo'lmaydigan haq topshirishni ko'rsatadi. Ikkinchisi haq topshirish deganini bildirdi. Jiaofei deganimiz mush hukumat belgilab bergan qonuniy kuchga ega bo'lgan, shuni to'limisingiz qonuniy javobgarlikni o'z ustingizga oldigan mandaq haq topshirishga Jiaofei ishlatamiz. Jiaofei deganimiz o'zimiz ixtiyoran holda ma'lum turga qatnashdik, haq topshirdik. Mana telefonimizga haq topshirmoqchi bo'ldik va yoki suv puli, tok puli topshirmoqchi bo'ldik. Mana ishlarga nisbatan Jiaofei ishlatamiz. Masalan, Jiaofeiga jumla tuzib baqsa, 住院缴费 deymiz. 住院缴费. 医院通知我们要住院缴费. 医院通知我们要住院缴费. Doktorxonadan bizga shu yotoqda yetish uchun haq topshirish kerakligini uqtadi deganini bildirdi. Uningdan sirat masalan, 收费站要缴费. 收费站要缴费. Har qaysi 收费站da chuqur haq topshiramiz degan gap bo'ldi. Uningdan sirat masalan, 社保缴费 deymiz. 社保缴费. Uningdan sirat masalan, 违章缴费. 违章罚款缴费 deymiz. 违章罚款缴费. 违章罚款缴费deganimda shu qoidasiz mashina to'xtatgan va yoki bir qizil chiroq tushib qolgan ahvollar bo'lsa, shuni numurtadiku, lekin pul topshiramiz, to'laymiz-ku. Shu chuqum topshirsak bo'lmaydi-ku. Shumi shu Jiaofei ishlatamiz. Endi Jiaofei bo'lsa, 报名交费. Masalan, shu darsxonamiz tizimlatganda siz tizimlatib pul topshirasiz. Shu 报名交费. Bu ixtiyoran-ku. Siz masalan tizimlatsangiz, tizimlatmasangiz, topshirsangiz, o'zingiz ixtiyordagi ish bo'lgandan keyin Jiaofei ishlatamiz. 在线交费 deymiz. 在线交费 yani to'rda haq topshirish va yoki 扫码交费. 扫码交费. Ishkilik kodni skanerlab haq topshirish degandek. Bilib oldinglar, Undan sonra Jiaofei bilan Jiaofei ishlatib ayrim jumlalarni tuzib pinglonchida avatib baqsanglar bo'ldi. Ya'ni qaysi haq topshirish majburiy holda, qaysi majburiy emas, shuni farqlantirib olgandan keyin bu jumlalarni tuzmak oson to'xtaydi do'stlar.